Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, mana Paxtash tumanida Go'jatda ko'chatlarni taxlab qo'ydik bozorga. Mana shu fevralda 15lariga ikkilarda degan bir ikkisa bo'ladi degan bir niyat bilan aloq turibmiz. Ulgurib qolingizlar, harakat qilingizlar. Agarda kimga yetmay qoladigan bo'lsa, keyingi yilga taxlaymiz nasib bo'lsa. Iloji boricha ulgurib qolingizlar. Ko'chatlar soni ketib bir 150-200 taga yaqin qolyapti. Hali upakovka qilingani, biroz upakovka qilinmaganlari ham bor. Nariyoqqa общая massa 200 ta ziyodroq bor. Ulgurib qolingizlar, kam qoldi. Mana ko'chatlarimizga keladigan bo'lsak, qalinligi bir ruchkaday, qalamday, undan ingichkaroq. Bo'yini uzunligiga keladigan bo'lsak, bir 35-40 santimetrlarda juda ham uzun emas. Chunki uzun bo'yicha qo'yadigan bo'lsak, uni pochtada joylashtirish qiyin ekan. O'sha uchun bo'yini ular belgilab berdi, shunchalar uzunlikda bo'lsin, jo'natib yuboramiz deb. Qarangizlar, e'tibor qilingizlar, ulgurib qolishga. Buni ekkandan keyin 2 yilgacha qo'ng'iroqlashib so'rab turasizlar. Ekdim, mana holatga keldi, bunaqa bo'ldi. Hosil berdi, ila hosil bermadi. Shu bir 2 yil ichida o'zlaringiz bir yaxshi mutaxassis bo'lasizlar, nasib bo'lsa. Buni birinchi yili yaxshi rivojlantirsangiz, suvdan qoldirmay, suv juda ham ko'p solib qo'ymay, suvdan qoldirmay, nami qochmay tursa, o't bosib qolmasa, yerda bir avgust oylariga hosil ko'rsatadi. Agar hosil ko'rsatmagan taqdirda ham keyingi yilga may oyidan hosil berib boshlaydi. Buni qanday shakl berishlarini men videolarda ko'rsatib boraman. Agar videoda tushunmovchilar bo'ladigan bo'lsa, qo'ng'iroq qilib обязательно so'rab olingizlar. Yoki Telegramdan so'rab tushuntirasiz deb tashab beringizlar, rasmlarni tashab beringizlar videolarni. Чтобы o'zlaringiz bir yaxshi mutaxassis bo'lish uchun o'sha soha bo'yicha. Birinchi yil buni barigini navtqilmaslik kerak. Qancha barig yig'sa, o'sha barini yig'ishtirib olish kerak. Barigi ham shifo baxsh. Salkam mevasi qatori shifo beradi barigi ham. Keyin yana nimalarni tushuntirsam ekan. Bu Go'jatda mevalariga, bariklariga, daraxtlariga hali kasallik tushmagan. Bizda hali umuman kasallik uchramadi-da. Ne kishirincha, ne boshqa, ne umuman kasallik uchramadi. O'sha uchun balkim kelajakda kasallikni ham topib beradi. O'sha uchun kasalligini ham birgalikda davolab o'tamiz. Avvalan bir tegmasin kasallik, tekkan taqdirda ham birgalikda hamkorlikda izlanib javob topamiz kasalliklariga. Lekin juda bir chidamli narsa. Sovuqqa ham, issiqqa ham chidamli. Buni narxlariga keladigan bo'lsa, hozirda 100 mingdan sotilyapti donasi ko'chatlarda. Buni erta 3-yilga o'tib, bitta daraxtdan to'g'ri obrobotka qilingan bo'lsa, rivojlantirilgan bo'lsa, bitta daraxtdan 4 kilo quritilgan meva olsa bo'ladi deyilgan. U 4 kilo quritilgan mevani olish uchun 16 kilo ho'l mevadan 4 kilo qoladi. 4 ga 1 quriydi-da. Bitta daraxtdan 1 kilo olsangiz ham juda bir yaxshi narsa. 2 kilo olsangiz undan ham yaxshi. 4 kilo olsangiz juda ham zo'r bo'ladi-yu. Keyin mana ko'paytirish, o'zidan ko'paytirishlarni ham o'rgatib boraman. Doim birgalikda hamkorlikda birgalashib buni qilsak, sizlar ham yaxshi rivojlantirib ketasizlar kelajakda nasib bo'lsa. O'sha uchun qiziqingizlar. Hamma gap qiziqishda. Qiziqishi bor odam hamma narsaga ulgursa bo'ladi, uddalasa ham bo'ladi. O'sha uchun qiziqingizlar. Kelajakda bu Go'jatda mevalarimiz juda ham bir rivojlanib ketadi. Butun O'zbekiston bo'yicha. Buni shifo baxshligini iste'mol qilib yurgan odamlar juda bir yaxshi biladi. Iste'mol qilib yurmaganlar, ko'rmaganlar faqat negativ yozishni biladi. Qiziqingizlar, tushunmovchilik bo'lsa, qo'ng'iroq qilib so'rab olingizlar ma'lumotlarda. Bu o'zi nima, qanaqa o'simlik, nimalarga foyda. Hammasini bafurjam tushuntirib beraman, hammasini. O'sha uchun bu
Gujet takommi bilan doimiy iste'mol qilish kerak. Doimiy iste'mol qilib yurgan odamda hech bir surunkali kasal qolmaydi. Bari chiqib ketadi tanadan. Sahr deysizmi, davilna deysizmi, suyak yemirilishi deysizmi, tanadagi oq dog'lar deysizmi, yurak yetishmovchiligi deysizmi, jigar siryoz deysizmi, ko'zning nuri deysizmi, hammasiga foyda beradi. Faqat me'yori bilan doimiy iste'mol qilish kerak. Ikkita daraxti bo'lgan ekan uyda me'yor bilan iste'mol qilib yursa bo'ladi doimiy. Mayli, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'lingizlar, qiziqingizlar, tushunmagan joylarga qo'ng'iroq qilib so'rangizlar, kommentariy yozingizlar. Mayli, sog' bo'lingizlar, yaxshi kunlarda uchrashaylik.